Bir gap aytaymi, qarangizlar, o'zi Nexia 3 dan shu bejviy saloni qanaydir необычный, нежный o'shuncha. Salonchasini o'zi yaxshi ko'raman. Bu Malibu rul qo'yilgan ekan, Malibu 1 ruli, pult qo'yilgan. Video registratorda ham eskisi. Assalomu alaykum degani. Bunday qilamiz, qani olamiz. Olyapti. O, zo'r. Soстоянияsi yomon emas, lekin xarajati bor. Haydab ko'rdim, hadovoyda ishi bor ekan. Onlayn endi xalq mazza qilsin. Xush. Bitta gapni aytayin. Bosib o'tgan masofasi 2 krug. Lekin narxiga 100% arziydi, ishoning. Voydod joningdan. Voy, sepib bilan tayyorlab qo'yganlar, mana bunga sepilgan. Mashinaning taxminiy kapitalini mo'yka bo'lgan. Narxini keldilar meni tushunmaydilar deb o'yladim, bilmayman. $8,000 dedilar. Dedim, aka dedim, siz osmondasiz, men yerda dedim. Savdolashib, chiroyli qilib qo'ydik. Toshlar tekkan kapotiga. Ha, shunday turaversin. Endi nomer tushdi, nima qilamiz? Tushaversin, biz yo'shilmaymiz. Xush, balon, yaxshi balon, optura diska. Salonning ichini beraman, bunday qilib oling, deflektorlar qo'yilgan. Voy. Akamga aytdim. Kelishtiring aka dedi. Kelishtirdilar. Bo'lim endi yaxshi narxga tushirdik-ku. Masalan, Matiz qidirib, yalon bo'ldi endi Matiz deb qo'ydik. Spark qidirib yurgan odamlarga yaxshi narx. Yana savdosi bor. Orqasini ham xalq mazza qilsin. Maydo joningdan. Voy. Men 2014-2015-yilda aynan mana shunaqa kamera Nexia 2 bor edi. Lacetti bor edi. Mana shunaqa kamera qo'ygandim. Xuddi shunaqa kamera turibdi ekan. Bunda ham metallari bor. Zapaskasi ham bor. Yomon emas, kraskasiga keldik, qarangizlar. Kraskasi mana shu eshikda bu va mana kriloda bu. Boshqa joyda yo'q dedilar. Xo'sh. Karista o'zida kuzatyapsizlarmi? Obuna bo'lib qo'yinglar. Arzon mashinalar faqat Karista o'zida biladi. Narxini $8,000 dan xarajati bor, lekin yurib turibdi mashina. Motorini yemaydi dedilar. Hadovoyda ishi bor. Narxini $7,350 qilib belgiladi, yana savdosi bor. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hozirroq telefon qilib bosib yuboringizlar. Sog' bo'linglar do'stlar.